Birodar, bilasizmi? Yuqorida aytib o'tildi-ku, karam bilan asal. Siz o'sha muolajani ham qiling avvalambor. Undan keyin ichki tomonga pnevmoniya bo'lasizmi? Balg'ammi, yo'talmi, har qanday narsa. Ya'niki bronxit bor-ku, o'shalarni ham bitta yo'lini aytaman. Ananay olasiz. Aloe vera bor-ku, soki, ya'ni ichidagi, yumshoqqanasi. O'shadan bir choy qoshiq, bir qoshiq toza asal, bir qoshiq kagor. Agar kagorni tozasi bo'lsa yaxshi, bo'lmasa bir qoshiq spirt. Tushundingizmi? Ana sizga mana shu bir kunga yetadi. Aralashtirasiz. Ovqatdan oldin och qoringa bir choy qoshiqdan. Tushundingizmi? 2-3 kunlikda ham tayyorlab olsangiz bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Shuning uchun